Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib, ustanib yog'lab bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Oltiariqqa Mo'minjon akamning xonadoniga olib keldik. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ylab, xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Bu oshxona mebelimizni maloshniy zarli akrildan foydalandik. Ichki korpuslari rossiyskiy maloshniy laminatdan tayyorlab berdik. Doskalari dorilangan, kafellarigacha bizdan olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, xona balandligi 2.70 bo'ldi. Oshiqchasini to'sib qo'ydik, ashibga qilib. Xudo xolasa, tayda diod chiroqlari, plyontuslarigacha germetiklab, mana gaz, mikrovolnovka, pech, vitishka, mo'ykalari xonadon egasidan bo'lgani uchun qo'yib berdik. O'zimizning mo'ykani pulini chiqarib yubordik. Mana shu holatda chiroyli qilib ustanobka qilib berdik. Ikkita ko'ziga oyna qo'yib berdik, deraza qilib dedi. Shuna fasonda qilib chiqarib berdik. Mana shu holatda temir ruchkalarigacha qo'yib, oshiq-moshiqlari vakuumli, chekkalari kromka bo'lgan. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metrini 3 million so'mdan hisoblab tayyorlab berdik. Mana shu holatda chiroyli qilib tushdi. Xo'p, buni razmeri bu tomonigacha 3.57 ga 4.35 cm joyga ustanobka qilib bitkizdik mana shu holatda. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Telefon nomerlarimiz 91 676 1112. Svetlari ham unaqa svetlarigacha qo'yib berdik. Gazlarni ulab qo'ygan ekan, xudo xolasa hammasi ishlayapti. Mana bitishkalari ham, suvlari ham ulanib tayyor.